Kamolot 89 teletanlovini esladik. Chindan ham o'sha yillarda barcha xalqimiz ekranda muxlis bo'lishganini xotirlayman va Oxunjo Madaliyev g'olib bo'lishini juda ko'pchilik istagan va birinchi o'rin nasib etgan. Teletanlovlar undan keyin juda ham ko'plab o'tkazildi, lekin Kamolot 89 darajasiga yetmadi nazarimda. To'g'ri aytasiz. Yoki o'sha paytda Zokir aka shunaqa tanlovlar kammidi, keyin ko'payib ketib shunaqa bo'lib qoldimi? Lekin haqiqatda o'shandagi xalqi qancha odam ichkarida o'tirgan bo'lsa, undan ko'p odam tashqarida. O'sha anavimizda Panorama degan joyimizda bo'lgandi. Shunaqa qish qirovli, qorli kunlardagi bo'lgan tadbirlarda juda odam ko'p bo'ldi. Kirmagan, tanish qidirib, boshqa qilib ertangisiga qatnashadigan odamlar biz endi tashkiliy qo'mita bo'yicha hammasi bizga chiqishardi-da. Stullar chetlarga qo'yib, tepadagi resorlar o'tiradigan joylarga ham odamlar chiqarib joylashtiriladi-da. Chunki shunaqangi xalqqa yaqin tanlov bo'lganda, ba'zan shunaqa tanlovlar bo'ladi, bitta xalqning ishtiroki yoki xalqning nafasi sezilmaydi. Juri o'tiradi, hamma ishini qilaveradi, kim g'olib, kim nima bo'lganda ham oxiriga yetib olmaydi. Bunda shundoq yaxta shu ko'rinib turganda kim nima, kim ijodi qancha, kim lekin tan olish kerak o'shandagi har bitta ijodkor, o'sha oliy va keyingi 3 ta birinchi bitta, ikkita, ikkinchi, 3 ta, 3-chi Samarqandlik Javod beylar bor edi, Muhriddin rahmatli bor edi, bular hammasi va bundan keyingi yigitlar bor, hammasi zo'r edi. Agar shunda 40 ta nominatsiya, 40 ta o'rin berilganda, 40 ta o'rin ham hammasi munosib edi. Juda chiroyli. Biz keyin ham boshqa ijodkorlarni ham shu ashulalarni xirgoyi qilib eslayverganmiz-da. Keyin o'shandan keyin mana shu avlodda mana esimda qo'yani. Juda yaxshi, juda samimiy munosabat shakllandi. Ular bir-birini yo'qlaydigan, bir-biri bilan ijodiy hamkorlik qiladigan, shu bir-biridan o'rganadigan, shunaqa bir o'sha tadbirni mohiyatini o'zi sog'lomligidan, tozaligidan deb o'yladim-da. Shunaqa bular juda katta guruh bo'lib ketishdi, mana san'atkor do'stlarimiz biladi. Ular oxirgi kezlargacha shu bir-birlari bilan ko'rishib, yo'qlashib yurishdi-da. Shuning uchun haqiqatda tanlovlarning ham bir ichki saviyasi, ichki madaniyati, haligi toza pok ruhi degan narsalarni Zokir akam hozir bu sohalarda peshvo odam, haqiqatda ahamiyati bor ekan deb o'ylayman. To'g'ri aytdingiz. Rahmat. Oxunjo Madaliyev bilmasligimni bildim, hayotga ikki bora kelmasligimni bildim. Jumla olam sirlarin bilmasligimni bildim, hayotga ikki bora kelmasligimni bildim.